tasavvur qilasan, suvning ichida yotib olganman. Hamma ko'rsa ham bu joyda Viktor ko'rmasin. Hali beri bu bagni olib tashlashmasin kerak. Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan har doimgidek Police Bangga. Bugungi yangi videomizda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi videomizda PUBG Mobile'dagi 2.0 versiyadagi bug va lifehacklarni tekshirib ko'ramiz. Qaysi biri o'xshaydi, qaysi biri o'xshamaydi, qaysi biri sizlarga foydali bo'ladi, qaysi biri foydasiz. Hammasini bugungi videomizdan bilib olamiz. Videomiz boshlanishidan oldin sirazi kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib qo'yishni unutmanglar, chunki biz yil oxirigacha Mr. Beast'dan o'tib ketishimiz kerak. Kelinglar video boshidan kelishib olamiz. Bugungi videomizda buglardan agar bittasi o'xshasa like bosasizlar, ikkitasi o'xshasa like va obuna bosasizlar, uchtasi o'xshasa like va obuna bosib va kommentariya yozasizlar. Har bitta videomiz tomosha qilib 60-100 yut bo'lsa bo'ladi. Qanaqa qilib desanglar, kanalimizga obuna bo'lib, shu videoga like bosib va kommentariyada kirib 5 tadan ortiq komment yozib, orqasiga ID'larni qo'shib qo'ysanglar, keyingi videoda randomli bitta odamni aniqlab 60-100 yut tashlab beramiz. O'tgan videomizda ham xuddi shunaqa deyilgan edi. Video davomida ko'rib tursanglar, bitta kishini aniqlab 60-100 yut tashlab beramiz. Like va obuna tugmasini bosgan bo'lsanglar, kattakon rahmat. Ovqatlanayotganlar bo'lsa, yoqimli ishtaha. Men videoni boshladim. Qani ketdik. Videomizdagi birinchi bug video ko'rishingiz mumkin. Kupeni oldiga borasizlar va o'tirishni bosib, glazokni surasizlar va rulga o'tirib olasizlar va ozgina kutasizlar. Keyin bitta chiqishni bossanglar, mashinadan bitta tushasizlar va mashinaga orqaga qarab qoladi personaj. Qani ketib sinab ko'ramiz. Xo'sh, mana videodagi bugni sinab ko'rish uchun kupeni topdik. Hozir mana shu yerga sinab ko'ramiz. Qani o'xshaydimi, yo'qmi? Oldin bilsanglar, bug'ida sinab ko'rgan edik. Shu bug'ida o'xshagan edi. Hozir kupida ham shuni qilsak o'xshar ekan. Birinchi bo'lib yoniga o'tirishni bosamiz. Haydashni emas, o'tirishni bosib, voy, 2 marta bosib yubordim. Xo'sh, yana boshqatdan sinab ko'ramiz. Kelasizlar, yoniga o'tirishni bosasizlar, haydashga emas. Glazokni surasizlar va oldiga o'tirib chiqishda bosasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Bittada o'xshadi. Oldin xuddi shu bug'ida qilib ko'rgan edik. Bug'ida ham bittada o'xshagan edi. Ko'ryapsizlar? Bu bizada bittada 100% o'xshadi. Boshqa transportlarda ham sinab ko'rsa o'xshasa kerak. Ya'ni UAZda Bigfoot yana Dachada qilib ko'rsanglar o'xshasa kerak. Hozir bizada hozircha biz qilib ko'rganimiz bug'i plus coupe. Sizlar sinab ko'ringlar, juda ham qiziqarli bug, sizlarga ancha yordami tegadi. Ya'ni content maker bo'lsanglar, TikTok, YouTube mana shunaqa joylarga qo'yishga sizlarga ancha qiziqarli kontent bo'ladi. Bundan qanaqa qilib chiqib ketishni bilmayotgan bo'lsanglar, glazok bitta so'rasizlar, все. Xo'sh, videoni boshida kelishgan edik. Agar bitta bug o'xshasa, bitta like bosasizlar degan edim. Bosinglar. Ikkinchi videomizga o'tadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Erangilda shunaqa suvli joylar bor, bilasizlar. Baggi bilan borsanglar, suvni tagiga kirib olsanglar, uncha odam sizlarni ko'rmas ekan, ya'ni baggini ruliga o'tirib olasizlar. Sizlarda hech kim ko'rmaydi. Ko'rishingiz mumkin. Vektorda bitta boshi ko'rinib turibdi, boshqa joyi ko'rinmaydi. Yana bitta tomoni grafikasi ozgina o'tkirroq bo'lishi kerak ekan. Qani ketdik, borib sinab ko'ramiz. Qani bizda ham odam ko'radimi, yo'q. Qanaqa joy bu o'zi hammasini bilib o'rganib olamiz. Ketdik. Va nihoyat topib keldim shu joyda bo'ladi. Vobshe qiyin ekan bu joyni topish. Bunga o'xshash joylar ham juda ham ko'p ekan. Kartani xuddi shu joyda yaxshilab e'tibor beringlar agar kelmoqchi bo'lsanglar. Xo'sh, mana kartani gatgan yonida xuddi shu joyda yaxshilab eslab qolinglar. Hozir qani baggi bilan kirib ko'ramiz shu joyga. Qani bizda ham polni ko'miladimi, yo'q. Xo'sh. Ancha chuqur ekan, lekin bizda suv ozgina, grafika ozgina problema. O'tirib bo'lmas ekan suvni pastida. Tepada qaraylar, cho'kkalash imkonsiz deyapti. Haydashni bosib. Mana bug'ni ichida bug topdik bolalar, qaranglar. Suvga o'tirib bo'lmas ekan, bitta bug'iga o'tirish, haydashni bosib chiqsanglar, o'tirar ekan. Xo'sh, biz hozir X kostyumni yechib tayladik. Vobshe ko'rishingiz mumkin. Vobshe ko'rinmayapti odam. Xo'sh, birorta odam yo'qmi? Hozir irangilga tushib olganman bolalar. Bu lobbi emas. Kiyimni yechib tayladik. Salyut o'tyapti yonimizda, eshityapsanmi bolalar? Salyutda ovozi bor, lekin shu joyda odam bo'lsa kerak. Biz ham ozgina shak berib qo'yamiz. Mana transportda shak mana
zakasga kelib berdi-yu bu ham. Ot ketib qolmasa bo'ldi. Shak beraylik ozroq yana. To'xtadi. Xo'sh, biz tomonga yurib kelyapti. Bizani ko'rdimi, yo'qmi? Ko'rmadi shekilli. Ko'rdi otam. Voy, o'ldirib qo'ydi. Ko'rdinglar? O'xshatdik qo'ldan kelgancha. Shuncha mehnatimizni qadrlab, like va obuna bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardik. Endi esa keyingi lifehack va bagga o'tamiz. Ketdik. Sizlarga arzon, ishonchli, omadli va tezkor yurishi kerakmi? Men sizlarga Poliservisni tavsiya beraman. Juda ham omadli va arzon, tezkor yurish narxlarini ko'rishingiz mumkin va boshqa xizmatlar ham bor. Ya'ni Prime Plus kerakmi, yuksalish paketi kerakmi? Akkauntga kirmasdan hammasini olib beramiz. Arxivlarni ko'rishingiz mumkin. Narxlarini esa Telegram kanalida ko'rasizlar. 3-videomizga o'tadigan bo'lsak, supurgi orqali Erangillarda mana shunaqa kichkina eventchalar bor. Yashirin joyi bor ekan, supurgi orqali chiqib olsa bo'lar ekan. Juda ham qiziqarli, ko'zga tashlanmaydigan joy, ketib sinab ko'ramiz. Xo'sh, mana bizda supurgi bor, videodagi joy xuddi shu joyida, qani. Bu bilan chiqib bo'lmas ekan. Xo'sh, orqa-orqa yurib, yana orqa. Mana bu yerdan chiqsa bo'ladi. Ozgina yuramiz va yurib ko'tarishni bosib tursak, o'zi sekin chiqib olar ekan. Transportdan chiqishni bosasizlar bo'ldi. Xuddi shu joyda videoda ko'rsatilgan joy, anchagina baland ekan, umuman ko'zga tashlanmaydigan joy ekan. Xo'sh, hozir Erangilga tushganman, lobbi ochilmagan bu. Lobbim yo'q edi to'g'risi. Xo'sh, odam bormikan? Ozgina shak berib turaman. Odam kelsa, hozir o'sha joyni ko'rsaman, bu yoqqa o'tib bo'lmas ekan. Hozir ozgina shak berib odam chaqirishga harakat qilaman. Odam kelsa ko'ramiz, bizani ko'radimi, otib qo'yadimi, yo'q. Hozir qani chaqirib ko'raylikchi. Oradan ancha vaqt o'tdi va shak berdim. Hozir odam bor edi oldimizda. Xo'sh, mana u uji keldi bo'ldi, baggida oldimizga keldi. Xo'sh, mana to'xtadi. Hozir ko'ramiz qani, biz ura olamizmi yoki bizni urib qo'yadimi? Xo'sh, qayerda yuribdi ekan odam? Ko'rinmayapti, lekin hozircha shagi bor. Bo'ldi, pastimizda. Xo'sh, qani bizni ko'radimi, yo'qmi? Yuribdi, bizni ko'rgani yo'q hali. Lut qilib yuribdi. Otib tashlaymiz. Ko'rishingiz mumkin. 100% o'xshadi, foydasi ham tegdi. Sizlar ham sinab ko'ringlar. Sizlarga ham foydasi tegadi. Like va obuna bosish esingizlardan chiqmasin. Endi esa keyingi videoga o'tamiz. Hozir srochni komment g'olibini aniqlab olamiz. O'tgan videomizni silkasini tashlaymiz randomli saytga. Xo'sh, bizga kommentlarni chiqarib beradi. 78 ta komment bor ekan. Bittada voy men yutay deb IDlarni yozib qoldirgan ekanlar. Xo'sh, ko'rishingiz mumkin, mana 100 tushdi, chekini ham ko'rishingiz mumkin. Agar sizlar ham 100 yutib olmoqchi bo'lsanglar, 5 tadan ortiq komment yozib IDlarni qo'shib qo'yinglar. Keyingi videomizga o'tadigan bo'lsak, Erangilda sirpansa bo'lar ekan. Xo'sh, ko'rishingiz mumkin, hozir nastroykadan bir ikkita narsalarni to'g'irlab, bizga ko'rsatadi. Bitta o'tirishda bo'lsa sirpanadigan bo'lib qolar ekan. Xo'sh, pastga tushdi. Nastroykadagi mana shu ikkita narsani yoqib qo'ydi va sirpansa bo'lar ekan. Qani ketdik, sinab ko'ramiz. Mana Erangilga tushib oldim. Hozir nastroykadan bu narsalarni yoqamiz, videoda ko'rsatilgan narsalarni. Xo'sh, bu yoqqa o'tadi. Pastga tushsak, mana shu ikkita narsa, eshiklarni avtomatik ochish va gorizontal nimadir deb yozilgan ekan, ikkalasini yoqdik. Qani, o'tirishni yo'q. Eng qizig'i eshiklarni avtomatik ochish deganni yoqib qo'yish kerak ekan bolalar, qaranglar. Shuni yoqsa, tipa sirpanar ekan, vashi to'g'ri kelmaydi. Yana tushamiz. Hozir yana o'chirib, qaytadan yoqib ko'ramiz. Xo'sh, ko'ryapsizlar, sirpanmayapti va tushamiz. Xuddi shu ikkita narsani yoqamiz. Yo'q. Umuman bunga ishonmaylar, qilib o'tirmaylar. Bizda o'xshamadi. Endi esa keyingi videoga o'tamiz. Ketdik. Keyingi videomizga o'tadigan bo'lsak, o'tgan videomizda uzoqdan ko'rib qolgan edim. Men kutayotgan, hamma yaxshi ko'radigan sezon, ya'ni yangi yilga har doim keladigan sezon muz vashi bomba shunaqa qo'yishgan pingvinchalar. Yasinida ham xuddi shunaqa qo'yishgan ekan. Tushsa mana shunaqa pingvin oldiga kelib salomlashsa, sizlarga lutlab berar ekan. 416 300 mika shunaqa. Hozir biz ham tushib ko'ramiz, qanday qo'shilgan. Ketdik. Xo'sh, mana biz ham Yasinida xuddi shu joyga tushib olyapmiz. Men muzga podsvetniy qilib kiyinib oldim. Xo'sh, mana tushib oldik. Rostdan ham vashi. Men
realni hamma yoqtirsa kerak. Ya'ni yangi yilga qo'shiladigan sezonlarni вообще bomba bo'ladi. Men rostdan kutyapman intiqlik bilan bu sezonni. Ashi bomba chiqarishadi. Xo'sh, pingvin bor ekan. Salomlashsak, qani lut beradimi, yo'qmi? Ko'pchilik ko'rgan bo'lishi kerak bu joyda. Men uncha ko'p PUBG o'ynamayman, faqat video olish uchun kiraman PUBG ga. Hozir dashi sumkani ham ko'ryapsizlar bolalar, qanaqa cho'tka qilib taxlab oldim setlarni. Bitta bizga lednik yetishmayapti. Bo'ladi shunisi ham. Ko'rdinglar, agar sizlar ham yangi yilda sezonni kutayotgan bo'lsanglar, kommentga yozib qo'yinglar. Intiqlik bilan kutyapman men ham, vashshe bomba chiqadi. Xo'sh, sizlarga qaysi sezon ko'proq yoqadi? Shuni ham yozib qoldiringlar. Misol uchun, robot sezonlar keladi, mana shunaqa yangi yilga muz sezonlar, qanaqadir qadimiy sezonlar keladi, dinozavr. Qaysi biri sizlarga, ya'ni nima demoqchiman? Qaysi versiya sizlarga ko'proq yoqadi? Albatta shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'rdik, keldik, hammasini bilib oldik. Bu hozir Tour 0 dagi oxirgi bug va lifehacklarni sinab ko'rik. Shu bilan biz ham Tour 0 versiya bilan xayrlashamiz, ya'ni supurgilar, qanaqadir hayvonchalar, qanaqadir pretzellar bilan xayrlashamiz. Keyingi videomiz xudo xolasa mana shunaqa muz, ya'ni Tour 1 versiyada bo'ladi. Endi esa sekingina o'yindan chiqamiz. Qani ketdik. Mana bola, bugungi videomizda Tour 0 versiyadagi oxirgi bug va lifehacklarni sinab ko'rdik. Ko'rdinglar, qaysi birlari o'xshadi, qaysi birlari o'xshamadi. Hammasini bugungi videomizdan bilib oldinglar. Sizlarga arzon, ishonchli va omadli tezkor yurishi kerak bo'lsa, albatta polis servisiga murojaat qilinglar. Agar tekinga 60 yutib olishni xohlasanglar, kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosib va kommentariyada kirib 5 tadan ortiq komment yozib, orqasiga ID'larni qo'shib qo'ysanglar, keyingi videoda 60 g'olibi siz bo'lishingiz mumkin. Kelishganimizdek like va obuna bosgan bo'lsanglar, kattakon rahmat. Bilasizlar, shu yil oxirigacha biz Mr. Beast'dan o'tib ketishimiz kerak. Shunday qilib, bugungi videomizda Tour 0 versiya bilan xayrlashamiz va sizlar bilan Tour 1 versiyada ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Police Bagman bo'ldi. Bye bye.